Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bitta darvozamiz ustanovga jarayonlanib oldik. Bu safargi darvozamiz shtampovka, arka bolish, disklari 1,5 likda bo'lgan. Xudo xolasa o'ta go'zal va chiroyli. Qalin. Doimgidek Stimul brendiga tegishli zamonlarni qo'yganmiz. Bahodir aka xalaqit berib yuraveradi doim. Xudo xolasa o'ta go'zal va ideal darajada chiqdi darvozamiz. Darvozamiz orqa tarafi, xudo xolasa o'ta go'zal va chiroyli chiqdi.